Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda Chevrolet Silverado mashinasi bo'ladi. Mashinamizning sirazi informatsiyasini aytib o'taman. 2024-yil ishlab chiqarilgan 32 ming kilometr bosib o'tgan 207 motor, ya'ni turbinali motori, ходовой korobkasi, elektronikasi ideal holatda, egalari nomerini yozib qo'yaman. Narxi atiga $63,000. Mashina prosta yangi holatda bo'lib turibdi. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Endi mashinani bitta ko'rib chiqamiz. Juda ham duxi baland, juda ham katta, kadrga zo'rg'a sig'diryapman. Oldi optikalarni ko'rsanglar bo'ladi. Addenni off-roadga, diskga, balonligacha qo'yib qo'yilgan. Palon pul turadi shu narsalarning o'zi ham. Tepalarida polностью projektorlargacha qo'yib qo'yilgan. Juda ham chiroyli. Mashinamizni O'zbekistonda yurmagan, ya'ni yaqinda kelgan mashina, ideal holatda. Hozir sizlar bilan bitta orqa rakursini ko'ramiz. Orqa rakursi ham juda ham zo'r. O'zini juda ham chiroyli bo'lgan optikalari va yozuvlari, Chevrolet Silverado yozuvlari. Mashinamizning zapaskasi tegida turibdi. Hattoki orqalari polностью bagajlari elektronik qo'yib qo'yilgan, bu ham polностью dopopsi bo'ladi, ya'ni o'zligi uchun qildirilgan. Mashinaning holati xudo xolisa zo'r. Endi sizlar bilan bitta interyerni ko'ramiz. Interyeri vashshi ideal holatda. Mashinamizning interyeriga alohida mehr berib qo'yishgan. Sababi sidenyalarimizni, obshivkalarimizni, talpetkalarimizni polностью alekantara bilan qoplab qo'yilgan va old sidenamizda perforatsiya mavjud, sababi old sidenamizda abagreevlari bor. Elektropaket sidenyalarimiz. Hop, klimat kontrol zonasi, o'zini monitori, stabilizatsiyani o'chiradigan rejimi, удержание полосы, off-road rejimlari, multifunksionalniy rul, steklopodъемникli, детский rejimlarni boshqaradigan rejimlar, hattoki orqasida passajirskiy joylargacha bor. Okalar, narxi $63,000 shunaqa bahaybat mashinani, yana men egalari bilan gaplashib qo'ydim. Mana nomimdan telefon qilsanglar, narxini chiroyli qilib o'tib berishadi.